O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2025-yildagi davlat va siyosiy faoliyati hamda mamlakatimizda amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlarning mazmun mohiyatini yoritishga bag'ishlangan Yurt qayg'usida 365 kun nomli kitob taqdimoti o'tkazildi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi vitse-prezidenti, Mehnat shuhrati ordeni sohibi, tarix fanlari doktori professor Bahrom Abduhalimov hamda Yurt qayg'usida 365 kun kitobining muharriri, Yangi O'zbekiston va Pravda Vostoka gazetalari tahririyati bosh muharriri, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist Salim Doniyorov qatnashdi va yig'ilganlarga kitobning mazmun mohiyati borasida muhim ma'lumotlar taqdim etdi. Bu kitob muhtaram prezidentimizning yurt qayg'usida xalqimizning farovonligini oshirish, mamlakatimizning taraqqiyotini ta'minlash, shu bilan birgalikda vatanimizning butun dunyo sahnasida o'zining obro' e'tibori va ovozini to'laqonli baralla yangrashini ta'minlash borasidagi mehnati jamlangan bir xronologik kitob bo'ldi. 25-yil aynan mana shu mamlakatimizda o'tkazilgan qator xalqaro anjumanlar, aytaylik BMTning iqlim forumi, UNESCO tarixida, umuman dunyo tarixida birinchi marta UNESCO Samarqandda o'zining demak konferensiyasini o'tkazdi. Bular ham O'zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzi qanchalik oshib borayotganining bir dalili hisoblanadi. Tadbirda so'z olganlar kitobning zamonaviy O'zbekiston tarixini o'rganishda muhim ilmiy publisistik manba ekanini ta'kidladi. Kitobni yaratish g'oyasi hamda nashrni tayyorlash jarayonida tarixiy xolislik, hujjatlar ishonchliligi va faktlarning aniqligi borasida muhim ma'lumotlar taqdim etdi. 2025-yil O'zbekiston uchun, uni iqtisodi uchun, bu yerdagi ijtimoiy sohalar uchun, shu bilan bir qatorda ma'naviy ma'rifiy sohada yoki bo'lmasam xalqaro maydondagi munosabatlar masalalarida, ilmda, fanda, ta'limda ham katta o'zgarishlar. Bir so'z bilan aytganda, muhtaram prezidentimizning iboralar bilan aytadigan bo'lsak, 2025-yil mana shu mamlakatimizda tarixiy burilish yiliga aylandi. Endi bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, bu kitob o'zini mohiyatiga ko'ra mana shu mamlakatimizda amalga oshirilgan yillarni nafaqat oddiy sonnomasi, balki ularni tahlili, mamlakatimizda olib borilgan ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy, ilmiy, shu bilan bir qatorda xalqaro sohada ham O'zbekistonda olib borgan katta siyosatini mantig'i sifatida yaratildi. Ushbu asar muhtaram prezidentimizning xalq dardi yo'lida, xalqimizning manfaatlari, vatan ravnaqi yo'lida amalga oshirgan islohotlarini o'zida jamlagan. Muhtaram prezidentimiz faoliyatlari davomida, ayniqsa favqulodda vaziyatlar sohalarida amalga oshirgan islohotlari, qabul qilgan qaror va farmonlarni ham bugungi kunda biz amaliy natijalarni ko'rmoqdamiz.